Davlatimiz rahbari qishloq xo'jaligi xodimlari bilan muloqot chog'ida sohani yangi bosqichga olib chiqadigan muhim yangiliklarni e'lon qildi. Uzoq yillar davomida ushalmas orzudek tuyulib kelgan ushbu imkoniyatlar kutilmagan surpriz bo'ldi 3,5 milliondan ziyod yurtdoshimiz uchun. Biror yo'nalish prezident nazaridan chetda qolmadi. Yosh agronomlarga 2000 dollarlik oylikdan paxtachilikda dehqon va fermerlarni qo'llab-quvvatlashga 35 trillion so'm yo'naltirishgacha yoki agrodronlarni joriy etishdan Qishloq xo'jaligi fanlar akademiyasini tashkil etishgacha tahlilnoma ijodkorlari davlat rahbari e'lon qilgan muhim yangiliklarni top 10 formatida jamladi. Top 10-yangilik. Bog'dorchilik xo'jaliklari uchun yangi yengilliklar. Endilikda agrosanoatni rivojlantirish jamg'armasidan intensiv bog' tashkil qilish uchun 7 yilga 3 yillik imtiyozli davr bilan 14% kredit beriladi. Tadbirkorlik kompaniyasi tomonidan muzlatkichli ombor uchun kredit foizining asosiy stavkasidan oshgan 8% gacha qismi qoplanadi. Savdoni rivojlantirish kompaniyasi sabzavot eksportchilari va bog'bonlarga qadoqlash xarajatining 50% ni kompensatsiya qiladi. Bundan tashqari sertifikatlangan ko'chat sotib olish xarajatining 50% byudjetdan qoplanadi. Meva turiga qarab shpaylerlar uchun fermerlarga 20 ming so'mdan 70 ming so'mgacha subsidiya ajratiladi. Paxta va g'allada bo'lgani kabi meva-sabzavot yo'nalishidagi fermerlar uchun ham arzonlashgan narxda o'g'it va yoqilg'i xarid qilish imkoniyati yaratiladi. Davlatimiz rahbari ilgari surgan bunday top yangiliklar qishloq xo'jaligida katta o'zgarishlar davrini boshlab beradi. Top 9-yangilik. Adir yerlar qiymatining 1% miqdoridagi narx bilan auksionda. Davlatimiz rahbari meva-sabzavotni ko'paytirish uchun yaylov, qir va adirlardan samarali foydalanish juda muhimligini ta'kidlab, bu yo'nalishda ham muhim yangilikni ilgari surdi. Ya'ni endi sanoatlashgan bog' tokzor tashkil qilish, sabzavot, ozuqa ekini yetishtirish uchun adir yerlar qiymatining 1% miqdoridagi narx bilan auksionda sotiladi. Auksion g'oliblari yerni boshqa odamga qayta ijaraga berishi mumkin bo'ladi va ijara huquqi bepul ro'yxatdan o'tkaziladi. Bu imkoniyatlar hisobiga ishbilarmon fermerlarimiz kelgusi yil 100 ming gektar adir yerlarni foydalanishga kiritishiga ishonch bildirildi. Buni qishloq xo'jaligi sohasida haqiqiy top yangilik deyish mumkin. Top 8-yangilik. Paxta va g'alla yo'nalishidagi fermerlarning alohida reytingi yuritiladi. Endi paxta va g'alla yo'nalishidagi fermerlarning alohida reytingi yuritiladi. Bunda kamida 10 yildan ortiq ishlayotgan, kredit, lizing va soliqdan muddati o'tgan qarzi bo'lmagan fermerlarga reytingiga qarab qishloq xo'jaligi jamg'armasidan berilayotgan imtiyozli kredit stavkalari yanada pasaytiriladi. Ya'ni reytingning yuqori pog'onasida turgan fermerlarga kredit stavkasi paxta uchun 8%, g'alla uchun 10% qilib belgilanadi. Top 7-yangilik. Yosh agronomlarga 2000 dollarlik oylik. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, yaxshi agronom yuqori hosil kafolati. Shu bois endi davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Agrar universitetining 180 nafar talabasi dual ta'lim asosida ilg'or klaster va fermerlarda ishlab amaliyot o'taydi. Agronomlik sirlarini o'rgatgan fermer va klasterlarga har bir talaba uchun 5 million so'mdan pul, talabaga esa 1,5 million so'm stipendiya to'lanadi. Yetarli tajriba va ko'nikma orttirgan yosh agronomlar qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan 167 ta tumanda kafolatlangan ishga yuboriladi. Ular fermerlar faoliyatiga yangiliklarni olib kirib, sifatli urug' va nav, zamonaviy agrotexnologiya yordamida hosildorlikni oshirish va xarajatlarni qisqartirishga ko'maklashadi. Eng muhimi, bu ishlarni sifatli tashkil qilishi uchun ushbu yosh agronomlarga 2000 dollardan oylik to'lanadi. Ana shunda agronomlik yoshlar o'rtasida eng jozibador kasblardan biriga aylanishi ta'kidlandi. Mana buni top yangilik desa bo'ladi. Fermerlar kengashi, Tomorqa kengashi, Agrobank tuman hokimlari bilan Gollandiya, Ispaniya, Italiya, Turkiya va Xitoydan malakali agronomlarni olib kelib, dehqon va fermerlarni yangiliklarga doimiy o'qitib boradigan tizim qiladi. Bundan tashqari, fermerlar kengashi Hayitov paxta g'alla yo'nalishidagi eng ilg'or 200 nafar fermerni, Bandlik vazirligi Zahidov agrostarlar bilan meva-sabzavot yo'nalishidagi eng mirishkor 200 nafar bog'bon va dehqonlarni, karantin agentligi Ergashev qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi eng faol 100 nafar eksportchini Xitoyga, Turkiya, Gollandiya, Fransiya kabi davlatlarga yuborib ularni o'qitadi. Top 6-yangilik. Dehqon va fermerlarga 2 trillion 200 milliard so'mlik subsidiya.
Davlat rahbarining tashabbusi bilan bu sohada yana bir to'p yangilik. Endi barcha subsidiyalar bo'yicha moliyaviy xizmatlarni bir joyda ko'rsatadigan agrar sohada to'lovlar agentligi tashkil etildi. Agentlik tomonidan kelasi yil dehqon va fermerlarga 2 trillion 200 milliard so'mlik subsidiya beriladi. Bunda subsidiya ajratish jarayoni hozirgi 4 bosqichdan 2 bosqichga, uni olishga ketadigan vaqt esa 1 oydan 15 kunga qisqaradi. Eng muhimi, har bir subsidiya fermerlarga ma'qul bo'ladigan shartlarda ularga mablag' eng zarur paytda beriladigan tizimga o'tiladi. Top 5-yangilik. Paxtachilik uchun 35 trillion so'm va 85% ga yetkaziladigan mexanizatsiyalash darajasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev paxtachilikdagi ishlarni yanada jonlantirish uchun yana bir muhim to'p yangilikni e'lon qildi. Paxtachilikda mexanizatsiyalash darajasini 85% ga yetkazish uchun kelasi yil yana 800 ta terim mashinasi, 450 ta ko'p funksiyali selka va 3000 dona plyonka yig'adigan mashina olib kelinadi. Qishloq xo'jaligi jamg'armasidan paxta yetishtiruvchi uchun fermerlarga har bir gektariga ajratiladigan mablag' 1.4 barobar ko'paytirilib, 17,5 million so'mga yetkaziladi. Umuman paxtachilikdagi ishlarimizni yanada jonlantirish uchun 2026-yil dehqon va fermerlarni qo'llab-quvvatlashga 35 trillion so'm beramiz. Prezidentimiz e'lon qilgan yana bir to'p yangilik g'allakorlarga qanot bag'ishlashi muqarrar. Bu hammasi emas, endi mablag'i hisobidan g'alla yetishtirgan fermerlarga paxtadagi kabi hosilini 10% miqdorda subsidiya ajratamiz. Top 4-yangilik. 2026-yilda 50 dan ortiq zamonaviy agrodron va har bir viloyatda kamida 2 tadan dron mobil kompleksi. Prezident tashabbusi bilan Qishloq xo'jaligi vazirligida dron xizmatlarini ko'rsatuvchi alohida markaz ishga tushirilgani bu sohada mutaxassis tayyorlash va dronlarga servis xizmatini ko'rsatish imkonini berdi. Shu yilning o'zida 100 dan ortiq dron yordamida yer maydonlari va ekinlar monitoringi, ilg'or agrotexnik tadbirlar amalga oshirildi. Keyingi yil Xitoydan yana 50 dan ortiq zamonaviy agrodron olib kelinadi. Har bir viloyatda kamida 2 tadan dron mobil kompleksi orqali agroxizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Top 3-yangilik. Mirzachol innovatsion qishloq xo'jaligi maktabi. Davlatimiz rahbari qayd etganidek, Mirzachol klasteri cho'l sharoitida bu yil paxtadan gektariga 50-55 sentnerdan hosil oldi. Unga biriktirilgan 27 nafar fermer esa hosildorlikni 85 sentnergacha olib chiqdi. Ushbu tajribani ommalashtirish uchun Prezident tashabbusi bilan Mirzacholda innovatsion qishloq xo'jaligi maktabi tashkil qilinmoqda. Bugun respublikadagi 1000 nafar fermer maktabda cho'l sharoitida paxta yetishtirish bo'yicha o'qitiladi. Mazkur maktabda o'qib, sertifikat olgan fermerlarga reytingda qo'shimcha 10 ball beriladi. Shu bilan birga ilg'or fermerlarni ustoz sifatida har ikki tomonga ham manfaatli bo'ladigan tizim qilinadi. Top 2-yangilik. Qishloq xo'jaligi fanlar akademiyasi tashkil etiladi. Bu O'zbekiston prezidentidan qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun eng zo'r to'p yangilik bo'ladi. Ya'ni davlat rahbari agrar tarmoqda ilm va izlanish bo'yicha katta tashabbusni e'lon qildi. Men bir gapni takror aytishdan charchamayman. Ilm va izlanish bo'lmagan sohada rivojlanish ham, yuksalish ham, taraqqiyot ham bo'lmaydi. Bugun agrar sohada 22 ta ilmiy markaz, 260 ta laboratoriya, ularda juda katta salohiyatga ega yuzlab olim va ilmiy xodimlar faoliyat yurityapti. Bu salohiyatdan to'liq foydalanish uchun ilm-fan, ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlaydigan Qishloq xo'jaligi fanlar akademiyasini tashkil qilamiz. Ushbu akademiya qishloq xo'jaligidagi fundamental va amaliy tadqiqotlarni rivojlantirishga mas'ul bo'ladi. Prezidentimizning ushbu tashabbusi ta'bir joiz bo'lsa, qishloq xo'jaligi uchun tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Top 1-yangilik. 2026-yilda paxtada 4,5 million, g'allada 10 million tonnalik xirmon. Yaqinda Jizzax, Samarqand va Sirdaryoda fermerlar va dehqonlar bilan uchrashib bo'layotgan o'zgarishlar bilan tanishib, juda xursand bo'ldimki, haqiqatda qog'ozda emas, amalda manfaatdor bo'layapti. Ulardagi shijoatni ko'rib, keyingi yilda paxtada 4,5 million, g'allada 10 million tonnalik xirmonni bemalol uddalash mumkinligiga yana bir bor ishonch hosil qildim. Shinjon tajribasi asosida 300 ming gektarga chigit ekiladi. Buning uchun dalada tomchilatib sug'orish texnologiyasini
joriy etish uchun 2 trillion 600 milliard so'm imtiyozli kredit ajratamiz. O'z mablag'idan paxta yetishtirgan fermerlarga hosilning 10% gacha qismini subsidiyalashga 250 milliard so'm beriladi. Bunda paxta yetishtirish uchun kredit limitining yarmidan foydalangan fermerlarga ham hosilning 5% gacha subsidiya beriladi.